Amcam bu nima endi sotilib ketdimi uka? Bahram aka siz kelganingizcha kanalga chiqaramiz deguncha aka. O'zi har doim oladigan klientlarimiz bor edi. Kelib olib ketishib qoldi aka. Klientlarga berdingiz. Yana obunachilar bo'lib qolmasin aka. Videoni osa ko'rib tursin, davomi serob aka. Partiyamiz ko'pa bugunga. Aka, mo'la ekish to'rtishda. Hozir siz obunachilaringiz aka, shular davomidan ekish to'rtishdan aka, yetuk bo'g'ozlardan chiqarib beraman aka. Akalar, kuzatib turaverasizlar. Bugunga qo'ylarimiz serob akalar, ozgina kech qoldik. Kelganimizcha mana 5 tasi sotilibdi akalar. Xudo xolasa narxini sizlarga ma'qul keladigan darajada mana shu ukamiz chiroyli qilib kelishtirib, yo'lida qilib chiqarib berasiz aka. Arzon qilib chiqarib beraman. Boshladingmi? Aka, videoni oxirigacha ko'rib, like-ni tirsa etib bosib aka, kanalga obuna bo'lib qo'ysin. Boshladik. Otangga rahmat deb qo'ysin, chiroyli qilib obzor qilib beramiz bugun. Akalar, boshladik. Kuzatishda davom eting. Islomjon. Bahram aka, mana qarang qo'zlar. Qulog'ini ko'rsating. Mashalloh akalar. Biri qo'chqor, biri sovliq aka. Oq qo'chqor, mana sovliq qarang aka. Zo'rdan akana. Ana aka. Bu qaranglar akalar. Qarang, quloq tashashini jonivorda. Akalar, bo'g'oz qo'ydi, yaxshisini qidiryapti rodingizmi? Mana zo'rlaridan kelibdi Islomjon bugunga. Aka, bo'g'ozni kelgan baqaratingda. Mana endi yetuk bo'g'ozda Naqiya. Arashanda original keldi aka. Mana akalar, xolosa videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni muntazam kuzatib kelyapti turgan aka-ukalarimiz. Va xolosa bugun 2026-yil hafta kuniga dushanba ishda boshlangan kun akalar. Hop 23-fevral kuni video syomkalarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz akalar. Haqiqiy bugunga mana zo'rlardan kelibdi ko'rib turibsizlar. To'shlarni odam guldan aka, 2 dona arashandan aka. Akalar, arashandan da xolosa yaqin bo'g'oz akana mana. Endi ko'rsating aka, jundichida o'sini ko'rinmayapti. Aka, 2 haftalik bor xolos bu qo'ydi. Rasa bo'lsa. Afg'onga chatishgan shiliga shu boshqacha akana shu qo'ya. Zo'r ekan. Hop, qachon yetib keldi Islomjon bular? Aka, 3-4 kun bo'ldi. Yebichara sinovdan o'tgan-a? Bir haftaga sinov olish o'radi. Sinovdan o'tkazdik ham aka. Bir haftaga sinov muddati bu. Haqiqiy oyoq qo'li uzun, yaxshi variantlardan. Aka, videoni bosh etib qo'ydik. Qari quri qo'ymas qo'ylar. Yosh. Aka, birinchi tumsa, ikkinchi tumsa. Birinchi, ikkinchisi. Ko'rib turibsiz. Yilini hammasini jonivorlardi. Hop, Islomjon buni yoshi birinchi, ikkinchi qoringanmi? Aka, qarang, kuratib o'taman. Bodamgul 2 tish aka. Mana shu birinchi qoringa bo'g'oz ekan. O'rtadagi turibdi-yu. Hop, U 4 tishdan 6 ga chiqaryapti. uchinchi qoringa o'tyapti ekan endi. Ikkita tuqqan ekan. Aka, mana 4 tish aka. Ikkitasini qonidagi to'rini ikkinchi bolalar aka. Ikkinchi balasi. Ha, bittadan tuqqan, nariga tug'magan aka. Bunisi endi tug'adi. Akalar, haqiqiy tarbiyalab olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. To'shlarni qarang, jonivor. Mana haqiqiy. Qo'ng qarang. Qo'l to'g'rigan bo'yatdi jonivorniki. Quloqni qaranglar akalar, yuzlarini. Shunday kuratib o'taylik aka. Mana. Realni bo'lsin, 4 tish. Bo'yini nima deymiz Islomjon buni? Mana 6 tishga o'tyapti. Uni ko'rsatib o'taylik. Mana tish. akalar, 2 tish. Nima Aka, bo'yini? Bo'yini aka 85 demaylik aka. 80 piliska olsin, 82 83 chiqaveradi. 80 piliska olish o'zi haqiqatan uni 85 deb. Lekin agar o'lchak bo'lsa chiqadi ham 85 aka. To'g'ri. Endi mayli 1 santimetr. Bonus endi obunachilar maza qilsin bugun. Lekin aka, buni narxi bor-ku. 70-75 lik qo'yib narxida bo'ladi. Yo'q, arzon chiqadimi bugun Islomjon? Ham arzon chiqadi. Nech pul deymiz? Uchalasini bir tartar olaman degan akalarimizga. Aka 7,5 dan deymi? 7,5 dan desangiz, Qushot meni chaqirmay qo'ying, men obunachilarga arzon chiqarib beraman deb kelganman beyga oldingizga. Aka har doim arzon chiqaryapsiz. Arzon chiqaryapsiz. O'zingizga chiqarib qo'yingsiz, 20 minutda tugadi. Telefon qilishdi. 3 partiya qo'yib chiqaradi aka. 3 partiya bo'g'oz chiqaradi. Hammasini bir kishi oldi aka. Nima deymiz bu narxini Islomjon? Aka, lekin chiqindi yo'q. 7 mingdan yo'q narx aka. Yopishtirib aytavering. Aka, 300 mingdan kam bersa 7 millionga. 67 dan. 6 million 700 dan berilsin. 64 danchi, 64 dan berilsin, ro'zani kunida duo qilib qo'yishadi. Hoji bolalarimiz qolasa. Haqiqiy baqaman degan akalarimiz aloqaga chiqing. Chiqarishyapti, 7 million ham chiqarishyapti, 7,5 ham chiqarishyapti. Bizda unaqa yo'q narx aka. Islomjon. Lekin sotgan odam 8 million ham sotyapti aka bu qo'yni olib chiqib olib. Aka, bunday gap. Uka, qo'yin yo'qdi deb aloqa chiqsin. Hoji bolalarimiz bo'lsa Toshkentdan, Andijon, Farg'onadan chiqarib ko'radigan hoji bolalarimiz bor, klientlar bor. Agar o'shalar ko'rib telefon qilsin, yangi klient toptirishgan sotaveramiz aka. Nech puldan qilib beramiz? O'tib bering. Dangal o'tib bering. 100 ming qilmayman. Tekis 6,5 million so'mdan beraman aka, 200 ming so'mdan o'tib beraman. Dastlabki qayergacha? 7 millionga 500 mingdan kam bo'ladi aka, lekin 7 milliondan sotyapti sotgan odam. Dastlabki
Olsun Toshkentgacha. Baragasini bersin. Akalar, xohlasa dastlabkasi Toshkentgacha dastlabki qilib beriladi. 6,5 million so'mdan. Yosh akalar qo'yda tarbiyalab olaman degan akallarimizga tavsiya qilamiz. Ha. Videoni ko'rib turib, kami bor degansan ham deyishyapti-da bir ikki kishi. Hop, Aka, bo'larmi? 6,5 million so'mdan bo'ladigan narxi. Ha. Agar shunaqa qo'ydi, shunaqa puldan beradigan bo'lsa, munchadan beryapti, 62, 6 milliondan beryapti degan bo'lsa, o'sha pullarni men olaveraman. Mana akalar, u yog'ina kelishib olaverasiz Islomjon. 6,5 million so'mdan dastlabkasi Toshkentgacha tanlab olishga nima deymiz? Menga bittasi yo'qdi endi. Hammani cho'ntagi har xil cho'ntagiga qarab muomala qiladi. Aka, bunday gap. Vodiydan bo'lsa aka 100 ming plyus pul tanlab olishaversin. Hop, Toshkentdan bo'lsa 200 ming plyus pul tanlab olishaversin. plus minus bor ekan. Uchrasini bir joyga olishsin, tanlab olishmasin aka. Mana bitta olib qo'yinglar akalar, haqiqiy zo'rlardan akalar. Xohlasa telefon qilgan aka-ukalarimizni bugun ishi bitadi. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar, biz keyingi partiyalarga o'taveramiz. Keyingi partiyaga zo'rlardan bor aka. Arashan ona bola. Pul arzon, yaxshi variantlardan ha. Originallardan. Ketdikmi? Ketdik. Bilan bugunga faqat seryozniylardan chiqaraman deb hisob qo'ydi ha. Bugungi zo'rlar ekan, bu ikkinchi partiyamiz bor-ku. Universitet, har xilidan. Mana Aka, ko'kidan deyishadimi, qizilidan, sarig'idan, Kashtanidan, chiqdi aka. qizilidan, novotidan. Lekin haqiqiy qo'ydi nima deydi? Yosh shikalantidan ekan haqiqiy. Mana haqiqiy zo'rlardan. Zo'rlardan qo'yiraman degan akalarimiz aloqaga chiqishaveradi. Yuzni qaranglar akalar, haqiqiy telefon qilib aloqaga chiqib olaverasizlar aka. Tanlab ko'paytiraman degan odamga bu. Buni ham o'ta tik qo'yagan ha, tikka qo'yagan ha. To'shini qaranglar, qizil. Yo'qlari, hamma yo'q kelishgan qo'ylar. Afg'on sifat ekan ha buni. Bittasi ha shunaqa aka. Hop, yoshayligi nima deymiz Islomjon buni? Aka, ko'k 4 ish. 4 ish. Hop, Narga kelasi 6 ishdan aka. ola 3-qoringa bo'g'az ekan akalar. 3 qorin, deb qolsa. Haqiqiy zo'r variantidan ekan. Bo'yini nima deymiz Islomjon buni? Aka, bo'yini olsa 80 ga olishsin aka. 80 ga olishaveradi ha mana. Bu yiltirdi ham ko'rsating, yiltirdi. Haqiqiy zo'r aka, toza kashtan. To'shni qaranglar akalar, haqiqiy uncha yerda aqa-baqa qilib yuboraman degan qo'y ekan ha. Shu og'aribdi, qari ekan, unaqa deyishmasin aka. Ikki tuqqan qo'y xolos. Ikkita tuqqan, to'g'ri. 3-qorin deb qolsa. Yuruga bittadan like bosib qo'yinglar akalar shaydiga. Hammamizga nasib qilsin shunaqa qo'ylar bor. Nech pul deymiz narxini? Aka, bular ham shu birinchi partiya narxiga ketaveradi 6,5 milliondan. 6,5 danmi, Islomjon? 6,5 million so'mdan emas aka. Buni sal kelishtirib berasiz obunachilarga, chiroyli qilib bering buni narxini. Obunachilar duo qilsin olib. Ularga 7 milliondan 500 mingdan kam bo'ldimi? Hmm. Aka, bularga ham 500 mingdan kam bo'lsin. 6 million so'mdan. 6 milliondan. 6 milliondan. Nima deysiz? Arzonmi aka? Jichcha o'tib berasiz Islomjon obunachilarga. Aka, 6 millionni hali chiqib chiqargan yo'q, unaqa qo'ydi. Endi siz boshqalarni qo'ying Islomjon. Boshqalar 7 million, 8 million mondaqasini ushlab olib turib, u hali nima zotqa keldi, dollarda chiqaramiz deyishdi kerak yo'q-da. Buni realni bo'lsin, chiroyli qilib o'tib bering obunachilar, mazza qilsin bugun. Arzon bo'lsin aka. Arzon bo'lsin. Sensatsiya narxi bo'lsin. Arzonroq kelgan aka. Meganchikini yo'q. Videoni qisqa qilaylik-da. Keyingi partiyaga o'tadi. 58 dan 200 mingdan kam bersin aka. 5 million 800 dan dastlabkigacha Toshkentgacha aka. barakasini bersin. 5 million 800 ming so'mlar akalar. Aloqaga chiqib, telefon qilib ishlaring bitiraverasizlar. Lekin qo'ylarni o'ta bo'lakchalardan chiqyapti bugunga. Qo'ydi originalni, tozasini olaman. Yaxshisini olaman degan akalarimiz videoda ko'rib turinglar akalar. Olmasangiz ham like bosib, kommentariyada o'zlaringni samimiy fikrlaringni bildirib o'tinglar aka. Buni havas qilgan odam like bossin, obuna bo'lsin. Hasad qilgan odam 100 yilda ham erisha olmaydi bu narsaga. To'ppa-to'g'ri akalar. Hasad qilmanglar. Narx qimmat chiqyap turgan bo'lsa ham qo'llab-quvvatlab akalar omadingni bersin deb yozib qo'yinglar. Inshaalloh sizlar uchun video obzor qilishda charchamaymiz. Hammaga mayna qo'ylar nasib qilsa akalar. Keyingi partiyaga o'taveramizmi? Ina bolasi bor oxirgi partiyamiz. Ona bolani yaxshilardan kelganmiz, Islomjon. Yomonlardan kelgan. Ketdikmi? Ha. Islomjon. Bahram aka uni qarang qo'zlar. Quloqni ko'rsating. Mashalloh akalar. Biri qo'chqor, biri sovliq aka. Oq qo'chqor, buni sovliq qarang aka. Zo'rdan akana. Ana aka. Bu qaranglar akalar. Quloq qarang, quloq tashashini janovorda. So'mda chiqarasizmi ishqilib, dollar demayman buni. Obunachilar qo'rqdi. O, aka bu bo'g'oz narxida chiqadi aka, ona bola. Narxida chiqadi. Lekin haqiqiy ona bolani ham zo'rlari yagana Sindigan olaman degan akalarimiz aloqalab turishyapsin. Mana haqiqiy zo'rlaridan kelibdi bugun. Odamga qo'chqorni qarang aka. Qo'chqormi bu? Hech kimni qo'rasida yo'q unaqa qo'chqor. Mana inasi ham zo'r qo'ygan akalar. Yuzini qaranglar, haqiqiy. Bolani ham yaxshi beribdi, buni ham qulog'i qo'zini aka turishini. Qo'zini qulog'i ishib. Bo'lakcha qo'zi bor u. Sovliqmi bu?
Bu so'g'liq aka. Zo'ragan, so'liq bo'lgani, yaxshi ekan. Oq qo'zi aka. Maki o'zidan ko'payib yuraveradi akalar. Hop, nechinchi bolalar Islomjon buni? Xo'p, aka ikkosiniki ham Shunaqa qo'ying. uchinchi bolalar aka. Ikkinchi emas, uchinchi bolalar. Uchinchi bolalari. 4 ta oqsaga chiqargansa, Mana akalar, uchinchi bolasi ekan mana shu. Oqniki ham, buniki ham. So'lig'ini hozir ko'p bo'lyapti, qo'chqorni ham, so'lig'ini ham. So'liq o'zidan ko'payadi Islomjon. Qara. Birpasda ko'payib ketib qoladi. 1 metrga cho'sadigan qo'ydi bolasi. Inasi ham zo'r ekan. Qo'chqorni 50 qo'yadi. qo'chqorga tortgan ekan jonivor. Mana. Islomjon, buni bo'ylari nima deymiz inalar? Aka 80 ga olishaversin. 80 ga olaverasizlar akalar. Haqiqiy. Lekin sovuqlikni ayda-bayda yo'g'idan yuzlarini qarang. Dumbaradizni ham kuzatib qo'ying aka. Akalar, dumbasi ham osilib ketmagan, o'ta pishat ekan. Mana shu qo'chqor akalasini, to'talasini olib qo'yinglar akalar. Zot chiqarib olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Seleksiyalar akalar. Islomjon, Yo'q aka. narxini nima deymiz? Adin-adinmi? Aka narxini addinan qo'yamiz, bittalamini ham sotilaveradi. Hop, birinchi mana shu oqda aytaylik. Qo'chqor bolasi qo'chqor. Aka 8,5 ga ketaveradi. 8,5 ga ketaveradi. Taqalgan narxi. Hop, Xo'p, aka buni olishdan bu 8 ga ketaveradi. 8 ga 8 million. o't beradigan joylaringiz bormi yo'qmi? Men so'ramay o'zingiz Aka, chiqib mana bilib o't o't beraring o'zingiz. Aka, buni o't beraman, lekin buni o'z yengil etib qo'ya qoldim. Yengil. Qancha dedingiz buni? 8,5. Aka 8 million 400 ga. Aytganim bo'lmasa. 400 ga gap yo'q. Aka. 8 million 400 ga balasi qo'chqor oq. Endi bu Qarang, mashalloh. Qo'zini qarang. Jonivor. zo'radan ekan, Islomjon. $1000 ga beraman deymi aka buni? Yo'q, nima demang, buni chiroyli qilib 200 ming kam berishaveradi. 7 million 800 ming. 300 ming kam bersin 7 million 700 mingga aka. 77 ga ketaveradimi? 77 ga ketaveradi. 8 million 400 mingga ketaveradi aka. 8 million 400 ga akalar. Oq, balasi qo'chqor. Narigisini balasi sovuq akalar 7 million 700 ga dastlabki qayergacha? Toshkentgacha. Toshkentgacha Bunday dastlabki gap aka. beradi ukangiz. Ha. Realni olaman degan odam telefon qilsin. Ehtiyot. Bu videoni o kechqurun soat 8-9 ga ko'ra telefon qilsak, ololmay qolsak, taravada bo'lamizda aka kechqurun Namozda bo'lishadi. Aka Telegramdan yozib qo'ysin. Telefon qilsa yo'qsa men taravadan chiqib aka imkon boricha qaytarib javob beraman. Akalar 24 soat telefonlar yonib turadi, o'chib qolgan bo'lsa, namozda bo'lishlari mumkin akalar. O'shani ham e'tiborga olib ketinglar, yo'qsa ertalab telefon qilsalaring bo'laveradi. Agar telefonni olishmasa Telegramda bor, Telegram bor shu nomerda. Telegram bor, nima deydi? Haligindan ham yozib SMS qilib yozib qo'ysalaring bo'laveradi. 24 soatda xolisa ishlaringni bitirib. Videoni to'xtatmay qo'ying. Bitta egizak arzondan kelib qolgan ekan. Arzondan uni ham chiqaramizmi? Uni ham chiqarib yuboramiz. Bo'ldi, ketdik-a yo'qsa. Akalar, so'nggi partiyaga egizak so'ragan akalarimizga mana yaxshilaridan egizakchini akalar. Aka egizakchini bor-ku. Arzon narx olaman degan akalarimizga keldi. Biri qo'chqor, biri sovuq. Katta bo'g'oz qo'ydi narxida chiqaraman deganingiz shumi? Kichkina bo'g'oz qo'ydi narxida chiqaraman deganim shu aka. Kichkina bo'g'oz qo'ydi narxida chiqardi. Mana qarang, egizak tumarlar ham bor. Yonida naq ikkita bo'lasimi uni aka? Akalar, bittasi qo'chqor, bittasi sovuq. Biri qo'chqor, biri Bittasi sovuq. qo'chqor, bittasi sovuq, lekin bu qaranglar. Qo'yib qolibdi bu yon. To'g'ri. Mana Qo'yib qolgan aka. ko'rib turibsiz. Ozgina fursatdan keyin akalar ozgina yem-pem berib tursan, kosasi ham katta ekan, aynasini haqiqiy. To'g'ri ekan. Shuni bo'lgan shunchalik qilib boqib. Nechinchi bolalari bu Islomjon? Aka 3-bolalari. 3-bolalari akalar, ko'rib turibsizlar. 6 tishga endi o'tibdi akalar. Hali yosh. Egizakchini arzon, unaqa 11 million, 12 millionni ko'rib to'ygan akalarimiz 8 million 700 mingga olishursin. 8 million 700 ga? Ha, 8 million 700 ga PR emas bu aka. Telefon qilib aloqa chiqqan odam ishi bitadi aka. Bo'lari 8 million 700 mi Islomjon? 8 million 700 oxirgi narx, lekin 1000 so'm umid beradi menga. O't beradigan yeringiz yo'q. O't beradigan joyi yo'q lekin. Akalar, xohlasa 8 million 700 ga lekin arzon bo'ldi to'g'risi. 9 million 900 ga o't bersam ham bo'ladi, lekin uni bo'ladigan narxni aytib qo'yaman. 8 million 700 ga aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki qayergacha? Bo'lsa bo'ldi. O bor beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beradi. O'zbekiston bo'ylab aka buniki. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha xohlasa yetkazib berishadi mana. Ko'rib turibsizlar. Endi bugunga shularni Islomjon? Shular aka oxirgi partiyamiz. Like-ni tirs-tirs bosib aka. Kanalga obuna bo'lib, kommentariyada shaytacha ko'rgan bo'lsalar, o'z fikrlarini qoldirib qo'ysin aka. Sizda ya narx sinishda davom etadi-ya. Xudo xolasa aka. Negativlar aka yana bitta gapirib qo'yay. Hop, Negativlar uchun emas bu aka. Xudo xolasa yaxshi niyatda pulimni ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa, like-ni bosib havas qilishgan bo'lsa aka, xudo xolasa qutib qo'ysin. Akalar, xudo xolasa agar qo'yga pulingiz yetmaydigan bo'lsa,
samimiy fikrlaringni bildiringlar akalar. Sizlarga ham nasib qilsa, mana shu qo'ylarni ko'rib, like-ni bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, paddeshkada bo'lib turgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammani uyda mana qo'ylardan 100 bosh, 200 bosh baxsh hammamizga nasib qilsin akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.